Suv aziz ne'mat, butun olam tirikligining manbai. Ob-hayot bilan dasturxonimiz to'kin sochin, bozorlarimiz noz-ne'matlarga to'la va arzon, turmushimiz farovon. Suv taqchilligi kuchayib borayotgan hozirgi davrda xalqimizni suv bilan ta'minlash, dehqonlarimizga zarur sharoitlar yaratish uchun davlatimiz tomonidan bor imkoniyatlar ishga solinmoqda. Xususan, barcha iqtisodiyot tarmoqlarining va atrof muhitning suvga bo'lgan ehtiyojini qondirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv infratuzilmasining va sug'oriladigan yerlarning holatini yaxshilash kabi masalalar qamrab olingan O'zbekiston Respublikasining Suv kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonuni imzolandi. Hujjat Qonunchilik palatasi tomonidan 2025-yil 31-yanvarda qabul qilingan. Senat tomonidan esa 2025-yilning 17-martida ma'qullangan. Kodeksni ishlab chiqishda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Avstraliya, Vyetnam va Germaniya davlatlarida suv munosabatlarini huquqiy tartibga solish tajribalari o'rganildi. Suv munosabatlari sohasida mamlakatimizdagi asosiy huquqiy hujjatlar tizimlashtirildi. Suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonun, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 8 ta farmoni va 14 ta qarori hamda hukumatning 26 ta qaroridagi normalar birlashtirildi. Yangi kodeks suv obyektlari, suv xo'jaligi obyektlari va suv fondi yerlaridan oqilona foydalanish hamda ularni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Bu tushuncha suv obyektidan yoki uning bir qismidan, shu jumladan suvni muhofaza qilish zonalaridan cheklangan tarzda foydalanish huquqini anglatadi. Suv servituti belgilanishi mumkin bo'lgan maqsadlar: suvdan umumiy foydalanish, fuqarolar va transport vositalarining o'tishi, hayvonlarni sug'orish va chorva mollarini haydab o'tish, sohil bo'yi zonalardan erkin foydalanishni va undan o'tishni ta'minlash kabilardir. Suv servituti ommaviy va xususiy suv servituti shaklida bo'lishi mumkin. Kodeksga ko'ra baliq xo'jaligi, sanoat, energetika va xo'jalik maishiy ehtiyojlar uchun suv olish tartibi yuridik shaxslar tomonidan buzilganda ularga nisbatan jarima tarzidagi moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Suv olish tartibining buzilishi moliyaviy sanksiyalar qo'llanilgandan keyin 1 yil ichida takroran sodir etilganda ushbu moliyaviy sanksiyalar 5 baravar miqdorda qo'llaniladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Bir so'z bilan aytganda, qabul qilingan ushbu kodeks suvdan oqilona foydalanish, samarali boshqarish va muhofaza qilishni ta'minlaydigan huquqiy shart-sharoitlarni yaratadi. Davlat organlarining bir-birini takrorlovchi vakolatlari bilan bog'liq masalalar hal qilinib, suv yetkazib beruvchilar va suvdan foydalanuvchilarning mas'uliyati oshiriladi. Shu bilan birga mamlakatning suv xavfsizligiga erishish uchun xizmat qiladi.